Respublika bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha Namangan eng ko'p hunarmand Namanganda ekan akalar. Statistika bo'yicha. Hunarmandlar ichida ham eng ko'p hunar qaysi hunar bilasizlarmi? Novvoylar ekan aka. Novvoylar ekan. Qaysi hunar desam bittasi chevar. Yo'q, chevarni 12-o'rinda ekan aka. Chevar Novvoy o'zimiz ichimizga Novvoy toshib ketganidan Namanganga sig'maganidan. Hozir poytaxt Toshkent aholisi 70% mana Namanganlik Navoiyni yopgan nonini yeyapti. O'sha yerda o'tirib, men ham yeyapman. Alhamdulillah, quvonaman mota. O'zbekistonni qo'ying, Qozog'istonni qo'ying. Rossiya 50% mana Namanganlik Navoiyni yopgan nonini yeyapti. Faxrlanamizmi, Namangan? Faxrlanamiz aka. Duxni qarang, Navoiyga, Namanganlik Navoiy yuragini kattaligini qarang. Rossiyaga borib Navoiyxona yurgizyapti aka. Bir Navoiy akamiz shahardan ikkita-uchta shogirdlarini olib Rossiyada bitta Navoiyxonani yurgizib turgan ekanlar. Shogirdlari Rossiyani bozorda non sotib turgan ekan. O'shatlik bir o'ris kelib, o'zini o'richa tilida bizdan borgan shogird bolaga non nech pul deb so'rasa, shogird mo'lmayib turganimiz javob bera olmaydi. Ochiqdan aytish kerak, o'richani yaxshi bilmaymiz. Yaxshi vaqtiga ustasi o'shatdi ekan, ustasi kelib, shogirdni chekkaga tortib, "Bak qarang, o'richani bilmaysanmi?" Yo, hazil harom bilmaysanmi? Yo'rganmagan bo'lsam, matoda sabzi. Bunaqa bozorni ko'rsatib qilasan, go'shalash. Bilmasam bilib qo'y o'richani. Ikkita pullarni bilan eshitib ol, boshqa qaytarmayman. O'richada bir degani. Edin degani. Eshitganmisiz unaqa bor, Edin Namangan. 2 degani duo degani. 3 bilasam, 3 degani tiri degani, he. 4 degani chitiri degani. 5 ustani o'zi ham bilmas ekan aka. Shogirdam atayni so'rabdi, na prinsip. 5 degani nima degani, ma'lum bo'lsa. Unaqa paytda usta povod beradimi? Usta nima demiş? Baqara oldin chitirini o'rgan olavering. Endi o'rislar berib 4 tadan o'shiq non olmaydi biza. Nonni chi oladigan biz mana borini yaxshi ko'rinda chochib oladi.